Xo'p, mana Hoji akam o'zlari aytgan yana o'sha 10 gektarli bu yoqda pastdagi kartalarida holat Hoji akam aytganlarida mana Hoji aka o'zingizni tilingizdan hozir menga mashinada aytib keldingiz. Juda qiynalgan. Bu o'sha yondi deb o'ylagansiz. Mana. Pastga savol. Ko'rasizlarmi? Bo'ldi, hech narsa ololmaysan. Bo'ldi, pishdi bu deydi. Sizlarga bu tabiiy guvoh. Bu xuddi hattoki eksperimentalniy polya desak ham bo'ladi. Makkajo'xorini suvdan qantardiz-mi? Bo'ldi, bu hosiliga ta'sir qiladi. O'zidan chunki bular stressga tushdimi, avlod qoldirishga harakat qiladi. Bo'y qotadi, pachatkani pastga soladi, lekin shundoq bo'lsa ham pachatkalari yomon emas-da, bu holatiga yomon emas. Men 15 tonnadan kam olmayapman shu yerda. Mana eshityapsizlarmi, xolos? 15 tonnadan kam olmayapman shu yerda. Mana. Minimum 15 tonna. Lekin 8 tonnaligingiz ham bor, to'g'rimi? To'g'ri. Men 3 tonnasiga ham rozi edim. Ha, eshityapsizlarmi? 3 tonnasiga ham rozi edim. Mana bu holati, mana Hoji aka rozi bo'lasiz, ustini ochib qo'yaman. Mana Makkani holatini ko'ryapsizlar. Makkani holati. Ichida katta kichkigi bor. Endi bu baribir ozuqaga, baribir suvga bog'liq. Bu nechta kultivator qildingiz buni, Hoji aka? 3 marta. Ko'ryapsizlarmi, deformatsiya suvni suvsizlikka hisobiga pachatka pastda solgan. Juda pastda solayotgan pachatka ham, lekin shundoq bo'lsa ham bu pachatka berdi. Boyagi dalaning farqini ko'ryapsizlarmi? Boyagi dalada pachatkalar baland solgan edi. Bularda pastda solgan. Bu eng o'zi qovjirab, qaqshab, qiynalib qolgan jo'xorilari mana shu holat. Mana shu holatda. Solgan bo'yini ko'ryapsizlarmi? Lekin standartmi, Hoji aka? Standart. Bundan ortig'i endi men bilmadim. Bundan ortig'i bo'lmasa kerak. Bu videoni qilishimdan maqsad to'g'risi bizda bu yil Hoji aka, men boya sizga ham aytdim. Hozir juda xafa bo'lib qoldim. O'zingiz ham xabaringiz bor, baribir qarzga hozir ko'p odamlarga yordam qildim-da. Endi qarzga bergan odamlarimdan mana shunaqa narsalar eshityapman-da. Voy 6 tonna berdi, 7 tonna berdi. Urug'i pachatkani kattaligini tan olishyapti. Pachatka zo'r, katta, yirik. Tonna berma dedi. Tonnasiga endi bu Allohdan. Mana ko'ryapsizlar, harakatni, pachatkani bo'yi hammasi standartligi bir xil. Lekin bu narsaga ham u narsa endi nima deydi, shakkoklik ham qilish kerak emas-da. Endi eng avvalo ayibni urug'dan izlash kerak emas. Shunaqa. Eng avvalo. Urug'ni yerga qadash birinchi hammamiz ham tavakkal qilib yegamiz, qo'ldan kelgancha. Yerda yotgan, chekkada yotgan makkazlikka ham mana holati. Mana shular ham